Yaqinlargacha insonlarda shakllanadigan ortiqcha vazn va semizlikning bosh sababchisi bevosita yog'lar degan asoslar mavjud edi. Biroq 2000-yillar boshida o'tkazilgan chuqur xalqaro tadqiqotlar natijasi shuni tasdiqladiki, ortiqcha yog'lar, shu jumladan charva yog'larning organizmda to'planib borishiga aynan shakarlar aloqador ekan. Biz bejizga bu so'zni ko'plik ma'nosida keltirmadik, chunki hammaga ma'lum shakarqamish va lavlagidan tayyorlanadigan kristallik shakldagi oddiy shakardan tashqari ratsionimizda glyukoza va fruktoza, laktoza va uglevodlar ham uchrab turadi. Xo'sh, shakarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilishimiz sog'lig'imiz uchun qanday noxush oqibatlarga olib keladi? Organizmda kalsiy va vitamin B zaxiralarini kamaytiradi. Ortiqcha glyukoza oqsil molekulalari bilan birikib ketishi natijasida terining muddatdan avval qarishi boshlanadi. Ko'p miqdordagi glyukoza organizm oziqlantirish uchun emas, balki yog'ga aylantirilib, yog' hujayralari yig'ilgan holda ortiqcha vaznni vujudga keltiradi va natijada jigar kasalliklariga olib keladi. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, to'laqonli sog'lom hayot uchun kattalarda sof saxarozaning kunlik qabul qilish miqdori 25 grammdan oshmasligi darkor. Bolalar uchun bu miqdor yanada kamroq bo'ladi. Qonni ortiqcha iste'mol qilish organizm immunitetini 15-20 barobarga zaiflashtiradi. Moddalar almashinuvi, ya'ni semizlikni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida qandli diabet 2-turini yuzaga kelishiga olib keladi. Eslatib o'tamiz, 25 gram shakar bu taxminan 5 ta choy qoshiq hajmidagi barcha tarkibdagi qand bilan birga mevalar sharbati va konditer mahsulotlarida, ketchup hamda boshqa ozuqalarda mavjud yashirin shakarni ham nazarda tutadi degani. Ma'lumot uchun, qand moddasi 50 dan ziyod mahsulotlar tarkibida yashiringan bo'lib, ular asosan sirop va turli substansiyalar ko'rinishida uchraydi. Bu moddalarning nomlari aksariyat hollarda o'za qo'shimchasi bilan tugallanadi. Masalan, glyukoza, saxaroza, fruktoza, mannoza, maltoza, galaktoza, dekstroza va boshqalar. Umuman olganda, o'rganib qolishga moyillikni shakllantiruvchi shakar aslida kaloriyaga boy bo'lgani bilan inson organizmi uchun aytarlik ozuqaviy qiymatga ega emas. Unda na oqsil va na minerallar yoxud vitaminlar mavjud. Shu sabab bunday energiyani bo'sh kaloriya deyiladi. Bundan tashqari, og'iz bo'shlig'i va tishimizdagi zararli bakteriyalar uchun oson parchalanadigan energiya manbai ham shakar hisoblanadi. Shuningdek, shakar organizm uchun o'ta zarur bo'lgan tish emal qavatining zararlab, natijada tish kariyesining rivojlanishiga olib keladi. Tuz inson hayoti uchun juda zarur, chunki natriy xlorid moddasiz organizmimizdagi barcha fiziologik jarayonlar, ayniqsa to'qimalar faoliyati izdan chiqib to'xtab qoladi. Aynan tuz tanamizdagi suyuqlik balansi va taqsimotini, kislota ishqoriy muvozanat darajasini normal holda bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga natriy xlorid mushaklarning qisqarishi va bo'shashishini, asab tizimi stimulyatsiyasi hamda oshqozondagi xlorid kislotasi miqdorini ham belgilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ammo tuzning foydali jihatlari bilan birga xuddi shakar singari me'yordan ortiq iste'moli konni zararning o'zidir. Ortiqcha tuz miqdorini inson organizmi osmotik bosimning buzilishi sifatida qabul qiladi. Tanada tuzning ko'payishi natijasida uning konsentratsiyasini qisqartirish uchun buyraklar suyuqlikni ko'proq ushlab qolishga harakat qiladi. Badanda suvning ushlanib qolishi esa qon aylanishini jadallashtirib, arterial bosimning ko'tarilishiga olib keladi. Demak, ratsionimizdagi tuzning miqdorini kamaytirish pirovardida arterial gipertenziya va bu bilan bog'liq yurak qon tomiri hamda buyrak xastaliklarining oldini olishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra, inson uchun tuzning kunlik sog'lom normasi 5 grammga, ya'ni taxminan 1 choy qoshiqqa teng. Muhimi, iste'moldagi tuz albatta yodlangan bo'lishi darkor, chunki bu homila va kichik yoshdagi bolalar bosh miyasining sog'lom shakllanishiga hamda inson psixik funksiyalari umumiy holatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar yana shundan dalolat beradiki, ushbu tavsiyaga rioya etilganda yiliga 2,5 million bevaqt o'lim holatlarining oldini olish mumkin bo'lardi. Qissadan qissa shuki, shakar va tuzning ozi ma'qul.